Do'stim, bu qo'ylarga nima uchun foyda? Bu toza vitamin bo'ladi. Ashqovoq. Bu ashqovoq, ham vitamin ichidagi qurtlarni o'ldiradi. Boshqa qo'ylarda bo'g'oz qo'ylar bo'lsa foydasi ko'p, lekin buni me'yordan ko'p bersa ziyon. Kepaga aralashtirib, aralashma yem bilan Mashaalloh. qancha kichkina qilib to'rg'asa, shuncha yaxshi. Bismillah. Qilsa ham yaxshi ko'rib yeydi bular.